Assalamu alaikum aziz hürmetli yurttaşlar, kettajirimiz aklı. Bugün yine Atakan Ata Toyxanasında Çıraylı ailede Piri ve Devlet Xanadanda Kızlar Bezim keçesinde didar görüştürdünüz. Elbette mana şu ertegi yine Xudo xolasa 8 Mart Xalqaro Xotin Qizlar bayrami bilan samimiy bütün ayollarimizni, munis anajonlarimizni muborakbod qilamiz. Mana shunday bayramlar, to'ylar har bir xonadoningizda hamisha mana shunday yaranglab turib, Serviraz media studiyasi bilan birgalikda hamkorligida borib yaxshi kunlaringizda faqat xizmat qilish nasib qilsin. Mana shu Bobojonoblar sulolasini Donirbek og'amizni bugungi farzand to'ylari bilan, jiyan to'ylari bilan samimiy muborakbod qilamiz. Har bir insonga to'ylar muborak bo'lsin. Yurtimiz tinchligini bersin. Chiroylina qarang, har xil nozik ne'matlariga boy bo'lgan chiroyli davra, chiroyli dasturxon siz azizlarga muntazir. Barchangizni to'y oqshomini kutib qolamiz. Yana bir bora qizlar oqshomi muborakbod bo'lsin, yoshlar baxtli bo'lsin. Yana bir bora bayramona kayfiyat barchaga hamroh bo'lsin. Ayollarimizni samimiy bayram bilan tabriklab qolamiz. To'ylar muborak.